Hozir mana shu mijozimizdan qo'lidagi iPhone 7 Plus telefonini xotirasi 128 TL ekan, kstati. Xarid qilib oldik, bizga ya'ni $50 evaziga bizga sotdi. Ko'rishingiz mumkin, batareyasi uchilingan, ya'ni 100% qanday aybi nuqsoni yo'q ekan. 7 Plus uchun bu holat menimcha normal holat hisoblanadi. Uka bergan pulingga rozi bo'l, $50 ga baraka bo'ldi. Endi ushbu telefon kimga qiziq bo'lsa, $10 foydasini bergan, ya'ni $60 ga berib yuboramiz. Xotirasi 128 TL, 100% yo'qsiz, imika ro'yxatdan o'tkazib qo'ygan. Hech qanday aybi nuqsoni, aybi yo'q bo'lsa, mana shu bola garantiya beradi. Albatta biz do'konimizdan garantiya qilib beramiz. Hech qanday aybi nuqsoni yo'qligiga maza qilib ishlatasiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib qo'yasizlar. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Samsung S10 deb nomlangan telefonimiz. Hozirlarni ko'rib turganingizdek holatlari yaxshi holatda. Imikasi ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan. Ikkita sim kartali ushbu telefonimiz Samsung S10. Narxi keladigan bo'lsak, narxi $100 ga qilib beramiz. Nima uchun arzon deyilsa, ekranni bir qavat tevasidagi oynaga singan mana shu joyda. Shunga qaramasdan bemalol mazza qilib ishlatsa bo'ladi, hech qanday aybi yo'q qolgan joylarda. Kelib ko'rib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Siz boshqa viloyatdan bo'lsangiz, siz uchun aynan dastlabki xizmatimiz mavjud. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. O'sha legendarniy Poco X3 Pro PUBG'chilar sevimli telefonlardan biri bo'lgan, hozirgacha ishlab berayotgan ushbu telefonimizni sotuvga qo'ydik. Xotirasini ko'rsatishim mumkin. 8 ga 256 GB podrobniy xarakteristika, mana operativ sistemi 8+3 ni ko'rsatyapti. PUBG'da bemalol 60 FPS da ishlab bera oladi. Ushbu telefonimizni narxi juda ham qulay narxda chiqadi. Sababi bitta kichkina aybi bor. Aybini oxirida ko'rsatib o'taman. PUBG'da bemalol 60 FPS ishlatishingiz mumkin. Ushbu telefonimizni imeka ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan, albatta ikkita sim karta poddashka qiladi. Ko'rishingiz mumkin, biz hech nimani berkitmaymiz. Narxini hech pul deb qiziqayotganlar uchun 1,50,000 so'mga berib yuboriladi. Xo'p, aybi nima deb so'rashingiz mumkin? Aybi mana shu kamerasida, kamerani olganingizda chorniy beyli qilib olyapti. Oldi hamoqasi ham menimcha kamerani almashtirish kerak bo'lsa kerak. Yana bilmadik. Xullas, mana shunday holatda sotuvga qo'ydik. Qiziq bo'lsa aloqa chiqib qo'yasizlar. 256 GB li 60 FPS li telefonimiz 1,50,000 so'mga arziydimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qiziq bo'lsa aloqa chiqib qo'yasizlar. Ushbu telefonimiz Namangan shahar Texnoparkdagi do'konimizda turibdi. Agar siz boshqa viloyatdan turib xarid qilishni xohlasangiz, bemalol mana shu nomerga telefon qilib yoki shu nomerdagi Telegram orqali bizga bog'lanib, qo'shimcha ma'lumot olsangiz bo'ladi. Sizga BTS pochtasi orqali chiqarib yuborsak ham bo'ladi. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Eng arzon telefon kanalimizda arzon narxda Samsung Note 20 Ultra deb nomlangan telefonimiz. Ushbu telefonimiz holatlarni ko'rib turganingizdek chaqa-chuqasi yo'q. Imekasi ro'yxatdan o'tkazib qo'ygan, Koreya uchun ishlab chiqarilgan model. 256 GB xotiraga ega. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. PUBG Mobile'da ushbu telefonimiz 90 FPS ochadi. Narxi $175 ga qilib beramiz. Nima uchun arzon deyilsa, ekrani mana shu joyda kichkina dog'chasi bor. Kelib ko'rib bemalol ustida xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum, eng arzon telefon kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar uchun bitta so'rovda. Mana shu X6 Pro, buni ko'proq PUBG'chi bolalar tushunishadi. Odatda kundalik hayotda ham maza qilib ishlatsa bo'ladi ushbu telefonimiz, baquvvat telefon. Faqatgina ushbu telefonimizni ustidagi ekranini bir qavat tevasidagi sensor, ya'ni oynaga singan ekan ushbu telefonni. Narxini akamlar bilan kelisha olmay turdi ushbu akamlar bilan. Narxini necha pulga olib qo'ysak bo'ladi? Xaridor bormi ushbu telefonga? Kommentariyaga yozinglar. Mashinchaga olib qo'yamiz deb ushbu telefonni. Kelisha olmay turdi. Shuning uchun kommentariyada javobinglarni kutaman. Ko'rishingiz mumkin, operativ tizim 12 GB, xotirasi esa 256 GB. Ushbu telefonimiz Samsung S21 Ultra deb nomlanadi. Ushbu telefonimiz juda ham arzon narxda berib yuboryapmiz, ya'ni $185 ga. Qizig'i bo'lsa, ushbu telefonimizni xarid qilish uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Telefonimiz nima sababdan arzon chiqishligini sababi mana shu yerda o'zini dog'chasi bor. Olgan klientimiz ham mashq holatda olgan ekan, ishlatib yana o'zimizga mashq holatda sotib ketdi. Xotirasi 256 GB li S21 Ultramizni $185 ga menimcha katta ehtimol arziydi. Faqat bir dona tezlashib ulgurib xarid qilib olishingizni tavsiya qilib qolamiz, chunki bunaqa narxdagi juda ham tezda sotilib ketadi. Shu sababdan tezroq harakatingizni boshlang. Bu telefonimiz Namangan shahar Texnopark majmuasida turibdi, nalichida bor. Faqat bir dona. Agar siz boshqa viloyatdan turib xarid qilish xohlasangiz, sizga BTS pochtasi orqali yubora olamiz. Quyidagi nomerlarga telefon qilib yoki shu nomerda ochilgan Telegram orqali biz bilan bog'lanib qo'shimcha ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Assalomu alaykum, eng arzon telefon kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar uchun arzon narxda, ya'ni $410 ga 14 Pro Max. Holatlarni ko'rib turganingizdek juda ham yaxshi holatda. Qattiq tushib, ketno yeb ketgan joylari yo'q. 256 GB xotiraga ega, 86 yonkis. Nima uchun $410 ga deyilsa, ushbu telefonimiz mana shu joyda kichkina dog'chasi bor. Qolgan joylar juda ham yaxshi holatda. Imekasi ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan, kelib ko'rib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon.